Mana olmamizga dori sepish uchun bochkamizga suvlarni to'ldiryapmiz. Traktorimiz orqasiga moslama qo'yib oldik. Mana qilib qo'yib, endi mana olib kelgan dorilarimiz shu doridan 1 tonnasiga 500 gram, yarim litr qo'shiladi. Mana undan 700 gram qo'shamiz bundan 1 tonnasiga. Mana undan ham 500 gram qo'shamiz mana bu doridan. Pintopaza 10lik. Shulardan qo'shib hozir tayyorlab olamizda. Keyin xudo xolisa sepamiz. Ko'z tegmasin, dorilarimiz bahordan beri shu firma bilan ishlayapman. Olmalarimizga gapsiz bo'lish mumkin emas. Yetilish jarayonlari, dovchalash jarayonlari, begona hasharotlar hozircha yo'q.